Güzel Alem Yaşanğanlar Sanatoriyasi 2007 yılı qurulğan bulup, bu sanatoriyada kütünüatqan yaşanğanlar 70'den aş etken. Bular içide 30'dan artıq igi çaqsız yaşanğan boy mumay haqsız kütülüp kelmek tişken. Uzundan beri Güzel Alem Yaşanğanlar Sanatoriyasi kilip, u yerdeki g'erib ata-analarni, ağrıq silahlarni, aciz meyiplarni yoxlab, ularga mehr muhabbet yetkizip kelivatqan bir top suyumlik hanım qizlarimiz var. Bu qitimqi ziyaretde biz tasadibi bir tunuş çirayını uçurtup qaldık. El söygen naqşçı Saniye İsmail bir muncha turmuş buyumlarını kötürüp, işikten kirib kelivatqan edi. Biz bir tarafdan hayran qalgan bolsaq, yana bir tarafdan intayin xoşal bolduq. İgellişimizce Saniye uzundan beri bu sanatoriyatki yaşanğanlarni yoxlab kelib etipdi. Hem bu yerdagi buvay mumaylarning xuddi öz qizidek bulup ketipdi. Çoğlarmı Saniyani intayin yaxşı gördüken. Her qitim kelginide onu naqşa yetkuzmay ketkizmeydiken. Bugünmü Saniye özünün yıqımlıq merdan avazi, şoq naqşları bilan sanatoriyatkilarga xoşallik ata qildi. Assalomu alaykum hurmatli aziz, sizlarga oqidim bo'lib qoldim, mana xafa. Assalomu alaykum hurmatli aziz, chiroyli onalar, chiroyli otalar, tushliklar xayrli bo'lsin. Masalan, pek yaxshi ko'rma. Mening ismim Saniya. Bugundan boshlab men sizlarning qizinglar bo'lg'im bor. Bo'lamdi, bo'lmamdi? Bo'ldi. Amsa tövende yeni icadiyat naqşlarımdan mening ismim Uyg'ur qizi degan naqshni sizlar uchun suhbat qilmoqchiman. Amsa ikkimiz deyishib oldik, usul o'ynaymiz, ha? Tamam, amsa. Halkım izi, candın aziz görmem Uygur'um seni. Nerede bulayım, kimge küley, hiç kimde yok üzülmez dolan meşribi. Senin için kurban bulay, güzel halkım Uygur'um söylemem seni. Senin için kurban bulay, güzel kalbim Uygur'um söylemem seni. Assalamu alaykum Saniye. Wa alaykum assalam Amine. Bugün bu yerde sizin tuyuqsuz uçurtup intayin xoşal bolduq. Qaraganda daim üç çoğlan yoxlab turdan oxşumamsız. Şundaqa. Özüm çoğlar bek amraq. Ata-anam jiroq bo'lgandan keyin, ular Qozog'iston turgan bo'lgandan keyin seg'inib, mustaq izlanib, nimishga desangiz, mening ota-onam Allohga shukr, saq. Bundaq endi yaşanğanlar özlerininki yolg'izligi, yeganligini, ular faqat o'zining dardini o'zlari bildi. Biz uni bilib bilmaymiz. Biz yaş bo'lgandan keyin atdigan o'zimizning ishimizni qilaveramiz. Alikdan 60 dan oshgan bo'lgandan keyin
Unda ishni teshig'i chiqib o'zlari ishni qilolmaydi. Mishaga kelib o'z ko'zi bilan ko'rgan odam haqiqatan yuragidan og'riydi. Boshqa gapim yo'q. Odatda mush xizmat qilayotganlar xizmat aldirashlik tufaylidan yo'qlab bo'lolmaydigan, shundaq boshqa ishlar yetishib bo'lolmaydigan ahvollar bo'ladi. Lekin siz mushunchalik aldirashchilik ichidan yana vaqtning ichidan vaqt chiqarib yo'qlab tura olasiz. Mening vaqtim mayli, mushlarning vaqti-chu. Mening vaqtim turibsin, mushlarning vaqti-chu. Demishki, boshqa odamlarning ota-onasi bu. Başqa bir yoshlarning ota-onasi, bularning o'zguchilik ota-onalarim bor. Bular demak o'zlaringni xotirjam qo'yib qo'yib, boshqalarga bumi bir bek sirliq bir tuyg'u bu. Buni tushuntirgani bo'lmaydi. Demak, har qanday odamning o'ziga tushlik bir yurakda vijdon, g'urur, mas'uliyatlik bo'lgandan keyin bu ishni tushunalaydi. Siz tushundingiz, men tushundim, Mishadagi qarindoshlar tushundi. Biz ularga voy nima degan tushunmaydigandi degan gapni biz ularga tushuntirib olmaymiz. Chunki bizda batomi ularda yo'q. Bir kunning ichida 24 soat var. 24 soatda normalda 6 soat uxlasak, qolgan 3 soatni tamoq chiqarib etsak, qolgan 7 soatni chiqarib etsak, endi bir 6 soat, 5 soat endi vaqt to'shaq bor. Faqat shu bizningki hozirgi jamiyatdagi yoshlarimizningki g'ururlik nisbati to'moq bak singib ketdi. O'ylash, plan qilish, sistem bilan yashash hozir bizning jamiyatga yoshlarda yo'q. Faqat o'zimni o'ylayman, o'zimning royatli deblam yashaydigan yoshlar bak chiqib ketdi. Undaqda oxirida jamiyatdagi boshqa kishilarga deydigan yaxshi bir tavsiyalar bor deb o'ylayman. Hamda men tek kichik boshqalarga tavsiya bergidek, biroq mendan sal kichikroqlarga tavsiya beralayman. Qanday tavsiya desangiz, sal o'yg'inayli. Nima uchun hayot kechiryapmiz? Zodi men kim o? Mening ismim kim o? Mening zodi men kim bo'lib dunyoga yaraldim? Qizval bo'ldimmi yo o'g'ilval bo'ldimmi? O'g'ilval bo'g'idek tushlik burchim nima qilishim kerak? Ayol kishi bo'lgandan keyin chunki bu dunyoga bekor tashlab qo'ygan yerimiz yo'q bizni-chi. Bizni bekor tashlab qo'ymadi demak. Tamoq yeyishni bek usta biz, talad o'ynashni, telefon o'ynashni bek usta. Boshqa jihatdan o'ygansak bu jahon unda bo'lib ketmaydi. Mushunda yala yo'q bo'ladi shu. Ana üçün dağ kabi üskün göz aldıda gülü bulup ata kalbi senin bilen hayat yolunda yoruk çıra